Assalomu alaykum hammaga. Mana Damasimiz tayyor bo'ldi. Bunga oldin furlarni qo'yib, oldin abilsovkalarni qaroblik, pianolik RS abilsovkalardan qo'yib berdik bunga. Bu videomizni Damasga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Buni RS emblemasiga o'xshatib, как redline'day qilib emblemalarni ham o'shanga qarab tanladik. Oynalarga ham palosa berib, biqindagi nakleykalariga esa qizil paloska tortib berdik bunga. Chiroyli chiqdi deb o'ylaymiz, xudo xolasa. Ko'pchilikka ma'qul bo'lsa, ana murojaat qilishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib taxlab beramiz. Buni Damas yozuvlari ham fosfor bilan yonadi, kechqurunlik bilan. Bo'lishim izolyatsiyalarni ham qilib berdik. Bo'lishim izolyatsiyalari ham bo'ldi. Eshiklarning ichlari ham bo'ldi. Kireylarning ichiga esa bo'lishim qilib mobil ham sepib berildi. Zanglamasligi uchun. Zadni stiklachilariga esa Malibu fason stiklachlar qo'yilgan.